Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Sotuvimizda ikkita Gentra Onyx mashinasi. Hozir bitta tanishtirib o'taman. Onyx mashinasidan boshlasak. Xullas 24-yil 24-yil kraska holatlari. 2 dona petnosi bor. Yurgan probegi 24000. Chiroyli holatda, mexanikaning eng full varianti 3-pozitsiyada. 4 yumshoq balonlarda, mashina benzinda, gaz pasib qo'yilmagan. Bagaj holatlarini ko'rish mumkin. Va shu kengina Onyx ham yoqadi. Hozirgi trenddagi mashinalardan bittasi. Xullas, Nasiya savdoga gaplashsam ham bo'ladi. Hozir narxini aytib o'taman. Qora Gentra, bu ham turgan bularda hammasini turgan adres Qo'qonda. Xullas, mashina top-toza, polirovkalarigacha qildirilgan, 3-pozitsiya eng full varianti. Bu ham benzinda. Holati chiroyli holatda, salon holatlari ham akkuratniy, sveji. Buni yurgan probegi 23-yilga 22000 yurgan. 4 yumshoq balonlarda. Bu ham tayyor mashina, tonirovka ruxsatnomalari tugab qolibdi, shoyi tugaydigan yangilatib olasizlar. Bu ham yili 2023-yil 77000 probegda, 4 yumshoq balonlari. Bu mashina propanda, injektor propan, kraskalari absolutni toza. 3-pozitsiya optrastoplargacha qo'yilgan. Tonirovka 10 oy ruxsatnomalarigacha bor ekan. Bularning hammasini Nasiya savdoga 5-6 ming puli borga gaplashsalar ham bo'ladi. Telefon nomerlarini ekranda qoldiraman. Turgan adres Qo'qonda. Naqd pulga keladigan bo'lsak, naqd pulga oqi $13550 qo'lga tegadigan narxi. Hozir bagaj qismlaridan bitta ko'rsatdim. Zapaskalari o'rnida, hali tushmagan zapaskalari. Xo'p. Aytgandek propanda, faqat shuni o'zi gazda, qolganlari ikkovi benzinda. Xullas, holat chiroyli holatda, tayyor mashina. Ortiqcha navorat qilinmagan, o'zi uchun keyin qildirib olasizlar. Xullas, aytgandek, Nasiya savdoga gaplashsalar ham bo'ladi. 5-6 ming puli borga 5-6 oyga 1 yilgacha bemalol Nasiya savdoga gaplashsam ham bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsak, narxini oqini oxiriga bo'ladigan narxi qo'lga tegishi $13300, qorasi $15250 qo'lga tegadigan narxi. Bu Onyxga keladigan bo'lsak, $11300 qo'lga tegadigan narxi. Lekin o'sha aytganimdek Nasiya savdoga gaplashsam ham bo'ladi. Mana shu nomerlarga bemalol murojaat qilib gaplasha olasizlar. Turgan adres Qo'qonda. Joningiz sog' bo'lsin. O'zingizni ehtiyot qilinglar, like bilan podpiskani bosib qo'yinglar.